Beşik to'xtaymiz. Bu yoqqa, yaqinga. Rihiga yaqinlashdik. Uning qo'lini bog'langlar. Buni tez. Siz. Kim to? Qimir. Bu qanday axloqsizlik? Nima bunday qilasizlar? Qo'l chiqmala. Hakimga nima bunday muomala qilasizlar? Hakimga bunday qilsangiz bo'lmaydi. Un o'g'ri bulas qayndek bog'layapsizlar. Nima bunday qilasizlar? Bunday qilsangiz bo'lmaydi. Meni tutmoqchimi? O'ta. Qo'yib beringlar. Gap qilma. Meni qo'yib turinglar. Hakimga bunday qilish huquqinglar yo'q. Uning kim ekanligini bilmaysizlar? Meni qo'yib turinglar deyman. Meni qo'yib turinglar. Meni qo'yib turinglar dedim. Meni qo'yib turinglar. Yo'qol. Meni qo'yib turinglar. Kim bo'ling, Jorjani? Meni qo'yib turinglar. Herang. Utanri, siz nima qilmoqchi? Bizga yo'l boshlashingiz uchun sizga haq to'ladik. Hakimga nima deb bunday qilsiz? Hakimmi? Qaysi hakimni da'vatsiz? Hakim Abu Ali Sina, u shayxlarning raisi Shayx Ibn Sina va men uning o'quvchisi Jorjani bo'laman. Başta siz bana uning Ibn Sina ekanligini demedingiz. Endi da'vatima. Farzimdagidek bo'pti. Bu yergacha uning intayin yaxshi qaradik, uni hurmatladik. Endi Rihiga yaqinlashdik. Uni hukumatga topshirib beraman. Tunugun Rihiga xabarchi avatganligimni bilmamsiz, ha? Uni Rihiga nima deb avatdingiz? Shayxlarning raisi Ibn Sina bizning qo'limizda ekanligini yetkizdim. Xabarchimizmi yetib qolgandi. Uni otga mindirib qo'yib bog'lamay ipmayishimiz mumkin emas. Qarang, bunda qilganingiz sizga nima foydasi bor? Nima foydasi? Men sizlarning o'ylig'inglardek undaq oddiy odam emasman. Anglashimcha, uni topshirib berganlarga 700 dinar suyunchi beradi ekan. 700 dinar. Allah jazoingizni bersin. Men sizga nima deb ishongandiman? Unutib qolmang, 700 dinar. Jorjani hayajonlanma. Onunga beddua qilma. 700 dinar bekchiq bo'l. Agar u pullarni menga bergan bo'lsa, balkim o'zim tutib bergan bo'lardim. Ammo hech kim bu to'g'rida gapirmadi. To'xta. Uni topishim kerak. U nerede? O'tgina voy. Şu. Mana, bak müşahede ekan. Buni men 10 dinar setib olgan edim. Anglashlarga qaraganda buni bir Türk sultani jungulik rassomimiz sizdiribdi. Buni og'icha ulardan anglagan edim. 700 dinarga yaraydi ekan. O'zingiz ko'rib beqinglar. Qilib qo'ygandek o'xshaydi ekan dedim. O'xshaydi ekan. Naq o'xshaydi bu siz. Shundaqmi? Shundaq, menga o'xshaydi ekan. Pulini o'zim berib olaman. Xabarchim sizni sotqili rahi ketdi. Ulardan boshda zakolat oladi. Bu sizilgan rasmdagi siz ayni o'xshaydi ekansiz, shundaqmi? Yana bir tafsili qarab baqay. Hakikaten sizga bek o'xshaydi ekan. Buni jungulik sizmidi? Eronlik nihoyat talantli bir rassom Abu Nasir sizdi. Ammo rasmga qilolmaydi. Bu rasmning men ekanligini o'zim sizga da'vataman juma. Ben sizden yolda ağırıp ölüp gelişinizden bek korktum. Uçakta ben 10 dinar ziyan tatkan bulattım. Riyaga yana 20 günden cık yol var. U yerda 700 dinarga asallı erişeleymen. Anlaşımca hesap etme yaxşı bildik ekansiz, shundaqmi? Bu sodada men
690 dinar payda aldığım buldum. Aldınız mı? Ben bir ticaretçi adam. Hem de bu yerde hem adam namımını anlaydığım buldu. Doğru deysiz. Ama Nesa'nın padişahı kıymetimi töveltip etkende qıp durdu. Sizden kıymetiniz bundan yukarı bulsa, o söyünçini az dep donavatamsiz. Bilemsiz, Türklerinin baylıqının köplükiden qandaq xəşləşini bilenmey qalıdı. Bilemsiz, Sultan Mahmud Mansur'un təziyəsige 3 tögü altın beripti. Üçtük aldın mı? Bu diyen kim? Namsız şair, İsmini hiç anlap bakmap diyen mi? mən bilime. Ama şeyhlerin reisi İbn Sina'nın namını hem adam bilidi. Eğer bir namsız şairga üçtüğü altın begen bolsa, siz İbn Sina bolsanız şüphesiz ki sizden baharınız tekimi yukarı. Şundak mı? Siz İbn Sina şu mu? Nesa'nın çoğunlarımı soda qilishini yaxshi biladi ekan, shundaqmi? Yaxshi biladi ekan. Nima? Andaqda azan setilip kaptı mı? Nesa'nın çoğunları aşgöz adam mıydı? He, şundak idi. Közleri küçük. Ama ötkür, dişleri çoğ ama hingay idi. Gep kısa, ağzı içilip kalattı. Gep kımısı mı içilip kalattı. Epsos... Nemi dep kımmetini bilmey durup padişahka elçi evet kendime. Allah... 700 dinarga satmayma. Üçtüğü altın kız, yaraysız şunda mı? Allah'ın yardım kısa, reyigi bamayımız. Allah bana yardım kıl. Üçtüğü altın. Koragandın, Bukharaga kaytaylı. Sultan Mahmud'un özü bilen görüşümen. Bombaydı. Herkes bombaydı. Sultan Mahmud'un özü bilen görüşümen. Ben bay oldum. Dünyanın en kıymetli meli benim kolumda. Dünyanın en katlı. Benim kolumda. Hey, çök. Ne mandak çökmeydi bu? Çök değil mi? Çök. Qaytish uchun bek kechikdik. Herkes geçimi dok. Azraz yangı çılsak. Kağını yanılı paydığı mağdı. Çök. Hey, meraz. Atlarning oyoq tevishini anglamay otamsiz. Hiç kandak avaz anlamadım. Anlığım yok. Anlamadım, hiç kandak avaz anlamadım. Allah bana yardım kıl. Dur kızım ulan. Nem bo'lib ketdi. Oy, tökülendir tutulun la. Mallarını yığıştırın la. Hey, bulun la. Estağfurullah. Oturun la. Dur, karı görünü otur. Gelin la. Ulan demiş kopmaydı kanto. Hey, bezler kopun la. Gelin la. Gelin la. Gelin la. Beni kendim götürün la. Beni kendim gel. Tez. Bu ne mi adamlar dur? Bayraklar durdu la. Oturun la. Ay. Alevi'nin padişahı. Ay. Baş üstü gel.
Ey Alevi'nin padişahı, ey Mecidut alileri, şeyhlerinin reisi İbn Sina bizde emez. O bizde emez. Hata haber kıp koygunumdan sizden epo sorayım. Beni geçiriyorsun. İbn Sina biz bilen bille emez. Ebu Ali Sina'ga salamlar olsun. Şeyhlerinin reisi İbn Sina'ga salamlar olsun. Mecdud Devle, alileri ve Haniç anısı Rahime sizni kızgın karşı aldı. Padişahimiz, şeyhimizin sağ salamet riyege kelkenligi üçün ve Sultan Mahmud'un eser bu kalmaganlığı üçün Allah hem sanağa koydu. Ölüptü. Hiçbir kesili ve derdim yok idi. Fakat aşgözlüklam onun beşiği çıktı. Boş. Boş kalmaydı. Ömür boyu İbn Sina'nı izledik. Sahidek arkasından yürüdük. Neger basa onundan burun itip badık. Ama tek hiç kolgu çüremedik. Sultandan bu hizmetten istifa soramsız. Ve pekine.
aliylerden nurgun qitim İbn Sina'nın sultanımız üçün qanchalik muhim, qanchalik qimmatli ekanligini anladim. Şoňa hergizim onundan vaz kechmedi. Her zaman bu haq üçün orqasidan ketidi. Hem ketiyotidu. Bundan vaz kechmaydi. Onu tepip qanday qilmoqchidi o? Yoki yemekchimidi o? Özünüzde besip elim. Sultanımızdan istifa sorsak boludu. Ama bu yolu jıqça batatdık. Onu yaqindan bir ko'rib boqqinba. Padişahın davatamsiz. İbn Sina'nın da'vatiman. Yana qachonga saqlaymiz? Mevcut davlat aliylari yosh bir bola ekan. Uningga hurmat ko'rsatamdoq. Onun emas, onun taxtiga. Nimadoq kelmaydimsa? Nimancha ola sabrsizlik qiladigansiz. İbn Sina'ni bizga bermaydig'ini bilaman. Biz xizmatimizni qilaylik. Qag'ini bilan ishimiz bo'lmasin do'stim. Meni bu qiyin safardan qutuldirib qoldig'inizga va'da bering. Va'da beray. Mevcut davlat aliylari salomlar bo'lsin. Va alaykum assalom. Nadin kelgin olan dangla. Mecdid Dövle Ali'lirga ve Şeyh İbn Sina'ga salamlar bolsun. Ve aleyküm esselam. Resimdagi Rasululloh o'xshaydi ekan. Anlaşımça G'azavininki Şeyh İbn Sina'nı ep ketmoqchikansizlar. To'g'rimi? Shundoq, agar uni biz bilan ketishga ruxsat qilsangiz. Şundak, Ali'lirga salam yetkazish ve İbn Sina'ni G'aznaviy ordisiga taklif qilish uchun keldik. Undaqda bu taklifinglarni uyingizga dangla. Sizni o'tgan qitim ko'rganda daraxtlarda o'ynab yuratdingiz. Va biz bilan Mo'ng'ul unmaga otdingiz. Şundak, esimde var. Endi taqdir meni mevcut Dövle Ali'lirining ordisiga olib keldi. Sultanimiz texichi mendan voz kechmadimi? Shundoq. Bizning vazifamiz taq oxirlashmadi.
Biz bilan sultonning ordisiga ketgan bo'lsangiz, texim yaxshi bo'ladi. Kelgan yo'limdan orqamga yalmaslik qaror qilganman. Biz bu xizmatni o'rindash jarayonida qirdik va kuchimizdan qoldik. Bo'lmaydi. Men borolmayman. Seyit aliylərinin xanişi və Məcdud dövlə aliylərinin anısığa salamlar olsun. Qudretli Şahimiz Sultan Mahmud. Biz ikkimizni Ali Buya'nın zımınıga elçilik evetdi. Sultanның salımını ve hürmetini xanışqa yetkizimiz. Bu hediye kim için? Sultanımız tərəfindən Məcdud dövlə aliylərə əvətildi. Hediyeni beriş için nime de memlen körüşünü talep kıldınla. Ben bir ömür Türk Sultanının hizmetini kıp geldim. Gerçi ben pişkan bulmasam mı? Mecdut alileri nahayet yaş ve devlet işlerini rehin xaniş alileri kılıvatkallıkını bilimen. Sultanımızdan iki suali bulup bu suallara pekatla xaniş alilerine cevap bireleydi. Sultanınla Ali bir yerden İki nersi talep kıptı. Birincisi doğrusu da işte mi diyemeymen. Şeyh İbn Sina nersi emez. Onu talep kılsanlarla bereleydiğen. Hakim özü halısı sizler bilen manıdı. Amma o bamaslı qarar qıptı. Bu men üçün nəhayət yaxşı bir xəbər. Əgər həkim ömrünün axırıqıca riyada qalsa, bu bizni bək söyündürdü. Mecdud döləmi onun qilishini ümid qılıdı. İkinci tələbanlarga kelsək, Sultanınla Bağdad padişahı bilan görüş üçün riyadan ötməkçi bopdu. Riyaga kelishini biz qızğın kütüb alımız. Amma bir şartımız var. Yine de 500'den bir mi artık asker bulması gerek. Şartımız muşunçilik. Amma sultanımız oğu çıqqandı mı? Bunadan 10 kat artıq oqyacılıp çıqdıgan tursa. Qaysınlar bilan paranlaşman?
men bilan xonish olinglar. Diye oğulaydıgan yer emas. Qarorınız. Sultan Mahmudning yo'lini to'sishmi? Qani deb beqan xonish olinglar. Riya Ahli Bayt taraftarlarının makanıdır. Düşmanlarının emas. O deganlaringizni sultonimizga yetkazsak bo'lamdi. Ha. Ama gipim tıkı tügümedi. Sultanlarga yetkizip koyunlar. Riyani tupraqqa qo'shni oylamasın. Herkes oylamasın. Sultanımız xaligan vaqt askarlari bilan kelib, Rihani alalaydı. Zadi kim bilen deyişimen? Elbette onun bilan. Xonish bilan podshoh qaysi vaqtni uyg'un ko'radi ekan? Ondaqda gipimni yaxshi anglanglar. Bu Mecdutdularning anisi Rahim Xonishning sultonga avatgan so'zi. Agar Sultan Mahmud Rasululloh Riyani olmoqchi bo'lsa, kelgusida gapga qoladi. Mahmudning qarshisidagi bir bola va bir bolaning onasi. Agar biz bilan urush qo'zg'ab qolsa, u haqida nimalar deyildig'ini bilmayman. Bundaq bo'lganda foyda oldimi yoki ziyon tortdimi? Ammo xonish olinglar. Bizning sultonimizning urush qilish niyati yo'q. Faqatla Rihadan o'tmoqchi xolos. Undaqda yanada 500 dan ortiq askar bilan bu zamindan o'tish haqqi yo'q. Sultanımızın urush niyati borligini nereden bilsiz? İnsanlarning qini niyati sababli to'kilmaydi. Bizning sultanimizni nihoyat xato tushunib qolibsiz. Undaq bilib qo'ying, bahar past kelganda biz bu yerga urush e'lon qilamiz. Ayol kishi bilan urush qilganlar bo'lsa, uni ixtiyoringlar. Sultonimiz albatta xolamaydi. Mening xohlaydiganim agar xonish bir kuni deganlarga pushaymon qilib qolsa, do'stlikni asli keltirish uchun Ibn Sina yaxshi bir sovg'at va hadiya bo'la oladi. Talab qiladiganim bu. Bu deganlarimni xonish hargiz unutib qolmasin. Esimda chang tutaman. Minnatdor bo'ldik. Minnatdor bo'ldik. Kun petishdan burun Riyadan ayrılinglar. To'xtanglar. Sultan Mahmudning bergan hadiyalarni qaytarib berib ketinglar. Uni akilam.
yoqtirmay turib o'tirmayman. Qandaq qilsam hakim bu yerda qoladi? Man qo'lidan kelish qiladiganini aytdi. Ammo men ketishga va'da bergan. Ketmasam bo'lmaydi. Agar hakim Sulton Mahmudning Riyaga hujum qilishidan qo'rqib ketishga qaror qilgan bo'lsa, men Rayin xonish bo'ladi ekanman. Sulton Mahmud hargiz Riyaga hujum qila olmaydi. Sulton Mahmudning ordisidan va G'aznaviy davlatidan qochqinim rost. Ammo masala bu emas. Undaqda nima? Hakim bir balaning va onasining hukumatiga yordam qilishni xohlamamdi. Xonishaliylari Ibn Sina siyosatchi emas. Uning boshqa maqsadlari bor. Meni afu qiling va ko'nglingizga olmang. Riyada qiling. Yo'lning tayyorligini qilishim kerak. Menga ruxsat qiling. Anglashimcha hakim hech o'ylanmabdi. Bu kamgacha u ish uchun hech vaqt chiqara olmadim, xonish. Ali bu yerda sizga loyiq chiroyli qizjiq. Yosh bir qiz bilan o'ylangidak yosh emasman. Agar Riyada bir necha kun qolsangiz, ularni chaqirtay. Arsidan birini tanlab olsangiz bo'ldi. Tanlashning hojati yo'q. Sizdek biri tug'ayada Ibn Sina qandaqmi boshqasini tanlay olasin. Apu qiling va ko'nglingizga ammon dedingiz. Ammo apu qilgidek bir ish yo'q. Yaxshilikdan boshqa narsa ko'rmadim. Qancha hafta Riyada qola olasiz? Hafta emas, xonish. Qancha kun? Attigan safardishim Jo'rjoni bilan yo'lga chiqaman. Yozadigan narsam bor. Attiganga tugutishim kerak. Mening ko'p umrim qolmadi. Kechirim so'rayman. Meni kechiring, xonish. Yomon bir tush ko'rib qopdim ha. Sulton Mahmudning avatgan elchilari nega ketdi? Padişahqa hurmatini bildirib qaytib ketdi. Endi nega bordi ekan? G'aznaviy davlatiga kun petishdan burun Riyadan ketadi. Ular urush elchilari edi. Urush elchilari hech qachon qaytarilmaydi. Ularni qaytarib kelinglar. Aliylarning amrini oldinglar. Mening sizlarga deydiganim, atatigancha mushada qilinglar va hech kimga gap qilmanglar.
Hakim, dua qılatamsız? Siz kim bo'lasiz? Meni xanish alidir evetdi. Onun işençilik adamı. Sizge salam yolladı ve bir haber yetkizişini etti. Va alaykum assalom. Nima xabar? Şeyhlerinin reisi et ketmekçi mi? Shundoq. Xanish alileri sizning rihada qilishingizini umid qildi. Xanishning o'g'lining dadisi va ustozi bo'lishini qabul qilib, rihada qilishingizni talab qildi. Bu riha hukumatini qabul qilish deganlik-ku. Shundoq. Bu cho'ng iltifot. Joyliqimni sinavyapsiz, shundaqmi? Undaq emas. Xanishda sadoqatdan va durustlikdan boshqa narsa yo'q. Vaqtimiz qisqa va at yo'lga chiqadiganligingiz uchun sizga udul aytishdan boshqa amal yo'q. Ammo sizga hukumatdanmi muhim bir masala bor. Agar bek uchuq degan bo'lsam, apu qiling. Meni bu gapni deyishga tanlashining sababi men xonishni va xonishmi meni yaqin ko'rganligidandir. Uni qizimni ko'rgandek ko'rman. Ammo hakim menga izin bermasa diyemmayman. Qani ayting. E'tiqodlaringiz menda qo'rqinch, suyunish va andish tug'dirdi. Qani ayting. Xanish menga ishindi, ammo hakim menga ishonamdi bilemedim. Ishonaman. Xanishni amringiz elishni xohlamsiz? Xonishning yetkazmoqchi bo'lganim shumi? Bu mening gapim. Hakimga bu to'y taklifini qo'yish mening fikrim. Xonishning sizning fikringizdan xabar bormi? Kechicha o'ltirib uning bilan paranglashdim. Qabul qildimi? Qabul qilganlik uchun sizning yaningizga keldim. Hakim qabul qilamdi? Cevap vermemsiz? Agar qabul qilmasam, qanday bo'ladi? Bir ko'ngilga azor bersiz. Agar qabul qilmasangiz, bir ko'ngilga azor bersiz. Va bu ko'ngil azorini men va hakimdan boshqa hech kim bilmaydi. To'lim afsus. Onun ko'ngliga azor bergim yo'q. Ammo xonishning elchisi Ibn Sina jidal majra odim emas. O rohat va jimjitlikning piyda. Rihada na men rohat bo'la olmayman, na xonish rohat bo'la olmaydi. Ochiq deganligingiz uchun men ochiq javob beray. Xira qilaman. Ko'nglim har zaman onun yanında. Ketishim kerak. Qalbimning nidolarini anglaydigan vaqtim yo'q. Bu gaplarni mening deginim bo'yicha emas.
o'zingiz aplab xonishga yetkazib qo'ying. Bu oxir qaroringizmi? Oxirgi so'zimni aytay. Bu gapimni xonishga o'z ayni yetkazing. Mening ayolim hukumatni tashlab, men bilan menish kerak. Nega ketmoqchi? Ansirman podshoh bo'g'il emas. Yo'lingiz ochiq bo'lsin. Alloh qomonat. Hakim yanılar yerden ketiş karardı mı? Shundoq xonish. Ali biyanan padişahlıqını özünüzge mız kelmeydi dep bildiniz mi? Ibn Sina'nın uzun ömrü qolmadi. O'qiydigan va yozadigan nurg'un nasllar bor. Vaqt nihoyat qisqa. Podshohlik mening ishim emas. Mening taqdirimga davomli safar qilish yozilgan. Xatardan qochaman, ammo xatarlik biri emasman. Agar siz o'g'lingiz uchun ishonchlik birini izlayotgan bo'lsangiz, rihadi qiling. Agar xohlasangiz, yiningizga 100 askar avatdiman. Farzimcha hech kim meni to'nib bo'lolmaydi. Undaqda yo'lingizga mening. Allah qomonat xonish. Allah qomonat Riha shahri. Allah qomonat.